Sizlar endi sizlarga личный kabinetga kirib, mana shu zakazni qanaqa qilib oplata qilishni Payme orqali sizlarni telefoningizda Payme ilovasi bo'lishi shart emas. Самый главный klik ilovasi bo'lsa bo'ldi. Mana odamchani bosamiz. Moy счет mening hisobim. O'zbekchasida kirasizlar. Tak, hozir boshqa joyga kirib ketdik. Tak, moy счетga kiramiz qizlarjonlar. Kirganinglarda mana 444 hisobimizda 750 so'm pul qolib ketgan ekan oldingi zakazimdan. 444 so'mlik tovar bo'ldi. Endi Paymega kiramiz, chunki klikdan ko'ra Paymeda arzonroq foiz oladi. 1%. Kirasizlar qizlarjonlar Paymega. Men sizlarga hozir 444 emas, aynan 1000 so'mni qanaqa qilib tashlashni ko'rsataman. Xuddi shuni o'rniga sizlar o'zingizga kerakli bo'lgan summalarni kirgizasizlar. Daleni bosamiz va mana biz Payme ilovasiga kiramiz. Qizlar hech narsani bosmaymiz, faqat nomer karta degan joyga o'zingizlarni kartanglarni kirgizasizlar qizlarjonlar. Sizlarda qaysi karta bo'lsa, ana shu kartanglarni kirgizasizlar srogi bilan birga. Mana qizlarjonlar kerakli bo'lgan summa bilan login ключи kartanglarni raqamini, srogini kirgizsanglar, оплатить so'zini bossanglar, sizlarda mana sizlarni raqamingizga SMS keladi. Hech kimga bermanglar degan. Xohlasanglar nastavniklarga berishingiz mumkin, ishonsanglar, nastavniklar to'lab berayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam o'zingizlar ana o'sha kelgan SMS raqamni mana shu joyga kirgizasizlar va оплатить so'zini bossanglar. Hozir men nomerim ishlamayapti qizlar. Telefon nomerim ishlamayapti, internetda qilaman. Оплатить so'zini bossanglar, sizlarning shotingizga o'sha kerakli bo'lgan summa tushadi qizlar.